2026-yil O'zbekiston uchun islohotlarning yangi sifat bosqichini boshlab berayotgan yil hisoblanadi. Chunki bu yilga agar o'sha davlat dasturiga qaraydigan bo'lsak, davlat dasturi islohotlarini faqat rejalashtirish emas, balki o'sha aniq natija va shaxsiy javobgarlik asosida amalga oshirishni nazarda tutyapti va shuning uchun ham mana ilk bor islohotlar alohida sohalar bo'yicha ustuvor dasturlar shaklida qabul qilinib, har bir yo'nalish bo'yicha o'lchab bo'ladigan maqsadlar va yana bir muhim jihati mas'ul ijrochilar ham belgilanayotganligi. Bu o'sha davlat boshqaruvida hujjat uchun emas, natija uchun ishlash tamoyili qaror topayotganligini va bu aynan davlat dasturida mustahkamlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Davlatimiz rahbari murojaatnomada belgilab berganlaridek, islohotlarning markazida albatta mahalla instituti turibdi. Ya'ni o'sha 2026-yilgi davlat dasturida davlat siyosati islohotlarini aholiga eng yaqin darajada amalga oshirishga qaratilayotganligi bilan ham ahamiyatlidir va 2026-yilda aynan o'sha mahallalarda ish o'rinlarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish, infratuzilmani yaxshilash bo'yicha ko'lamli ishlarni amalga oshirilishi mana alohida bir dasturda hamda 2026-yilga mo'ljallangan o'sha davlat dasturida ham belgilanyapti. Eng muhimi, mahalladagi har bir muammo davlat organlari uchun aniq mas'uliyatga aylanib, uning o'sha ijrosi raqamli tizim orqali doimiy nazorat qilinishi ham belgilanayotganligini alohida qayd etish joiz. Iqtisodiy sohada texnologik o'sish va investitsiyalarni jalb qilish ustuvor vazifa sifatida belgilanyapti. Shu bois ham davlat investorlar uchun to'siq emas, balki o'sha hamkor sifatida ishlaydigan ochiq va shaffof boshqaruv modeliga o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ekologiya va resurslar siyosatida esa tejamkorlik va o'sha barqaror rivojlanish uzoq muddatli davlat ustuvorligi darajasiga ko'tarilayotganligi bilan ham ahamiyatlidir. Davlat boshqaruvi va sud-huquq sohasidagi islohotlar jamiyatda ishonchni yanada mustahkamlashga qaratilishiga doir bir qator islohotlar rejalashtirilgan. Xususan shu aholi murojaatlarini hal etishda davlat organlarining javobgarligini oshirish maqsadida Oasis yagona o'sha raqamli platforma ishlab chiqilishi va har bir masala nazoratga olinishini ko'rsatadi. Ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash davlat siyosatining qat'iy o'sha ustuvor yo'nalish sifatida belgilanyapti va bu borada javobgarlik choralari kuchaytirilishi, shuningdek o'sha belgilanyapti va yana bir alohida muhim masala davlat organlari va sud hujjatlarini ijro etishga doir tizim takomillashtirilib, aynan bu jarayonda ham sun'iy intellekt joriy qilinishi maqsad qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Yana bir alohida jihati bu yilgi davlat dasturini o'sha fuqarolarning jamiyat hayotidagi ishtirokini kengaytirish maqsadida ijtimoiy faollikni rag'batlantirish mexanizmlari ham joriy etilishi taklif qilinyapti. Xususan mana davlat dasturida bandlariga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, jamiyatda faol bo'lgan fuqarolarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda chegirmalar berish yoki bo'lmasam oliy ta'lim tashkilotlarida o'sha shartnoma asosidagi to'lovlarning va avtomashina xaridi uchun kreditlarning bir qismini qoplab berish amaliyotini yo'lga qo'yish taklif etayotganligi, bu albatta o'sha jamiyatimizdagi faollar sonini ko'payishiga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan umiddamiz. Umuman olganda 2026-yilga mo'ljallangan o'sha islohotlar davlatni insonga yanada yaqinlashtirish, hisobdorlik va adolatlilik tizimini o'sha ta'minlash, undan tashqari o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasini real o'sha mazmun bilan to'ldirishga, uni amalga oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Bu siyosatning markazida albatta inson manfaatlari, jamiyat barqarorligi va mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyoti turganligini ko'rishimiz mumkin. Umid qilamizki, hozirda mana keng jamoatchilik muhokamasi boshlangan mana shu 2026-yilga mo'ljallangan prezident farmoni loyihasi bo'yicha aholimiz faol qatnashib, mana shu muhokamalarda qo'shimcha takliflar beradi. Aynan mana shu hujjatni yanada takomillashtirish, yanada xalqchiligini ta'minlash bo'yicha o'zlarini takliflari, fikrlari bilan o'rtoqlashadi degan umiddamiz.